Oliy Majlis Qonunchilik palatasining Xalqaro ishlar, mudofaa va xavfsizlik masalalari qo'mitasi tomonidan Tashqi ishlar vazirligining davlat byudjeti va byudjetdan tashqari mablag'lar hisobidan belgilangan maqsadli ko'rsatkichlarga erishilishi, ajratilgan mablag'larning sarflanish holati hamda ularning samaradorligi yuzasidan axborot eshitildi. Tadbirda deputatlar tomonidan vazirlik faoliyatining moliyaviy samaradorligi, mablag'lardan foydalanish shaffofligi hamda belgilangan maqsadli ko'rsatkichlarning barqaror ijrosiga doir fikr-mulohazalar bildirildi. Mazkur masalalarga vazirlik tomonidan batafsil izoh berildi. Prezidentimizning Tashqi ishlar vazirligi hamda xorijdagi diplomatik vakolatxonalar faoliyati masalalariga bag'ishlangan video selektor yig'ilishdagi topshiriqlardan kelib chiqib, iqtisodiy hamkorlik yo'nalishidagi faoliyatni yanada kuchaytirish, xorijdagi diplomatik vakolatxonalar ishida savdo-iqtisodiy natijadorlikni asosiy ustuvor yo'nalish sifatida belgilash zarurligi ta'kidlandi. Shuningdek, tadbirda moliyaviy operatsiyalar monitoringini yanada takomillashtirish, byudjetdan tashqari mablag'lar bilan bog'liq barcha moliyaviy jarayonlarni Iqtisodiyot va Moliya vazirligining yagona elektron dasturiy tizimiga integratsiya qilish borasidagi ishlar holati yuzasidan ham vazirlik axboroti eshitildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 15-yanvardagi Tashqi ishlar vazirligi hamda xorijdagi diplomatik vakolatxonalar faoliyati masalalariga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida tashqi siyosat borasida 2025-yil uchun ko'p jihatdan natijador bo'lgani qayd etildi. O'tgan yili 26 ta xorijiy davlatga oliy darajadagi tashriflar amalga oshirilgan. Yangi tariximizda ilk bor bir qator davlatlar mamlakatimizga O'zbekistonga tashriflarni amalga oshirishdi. Shu bilan birgalikda Markaziy Osiyo plus formatidagi ko'p tomonlama muloqotlar sermahsul bo'ldi. So'nggi yillarda mana shu 11 ta davlat bilan strategik sheriklik munosabatlari o'rnatilib, ularning umumiy soni 19 taga yetdi. Qozog'iston, Ozarbayjon va Tojikiston bilan ittifoqchilik munosabatlari yo'lga qo'yildi. Mazkur yig'ilishdagi topshiriqlardan kelib chiqib, iqtisodiy hamkorlik yo'nalishidagi faoliyatni yanada kuchaytirish, xorijdagi diplomatik vakolatxonalar ishida savdo-iqtisodiy natijadorlikni asosiy ustuvor yo'nalishlar sifatida belgilash va sohaga oid qonunchilikni takomillashtirish uchun hamkorlikni kuchaytirishga alohida e'tibor qaratilishi belgilandi. Muhokamalarga boy bo'lgan tadbirda belgilangan maqsadli ko'rsatkichlarga to'liq va barqaror erishish uchun o'zaro yaqindan hamkorlikda ishlash lozimligi ta'kidlanib, byudjet mablag'laridan foydalanish samaradorligini oshirish hamda strategik maqsadlar ijrosini ta'minlash bo'yicha tavsiyalar berildi. Yakunda kun tartibidagi masala yuzasidan qo'mitaning tegishli qarori qabul qilindi.